Лига «Октагон» выражает особую благодарность Ассоциации ММА Узбекистана за вклад в развитие этого спорта, за помощь в проведении наших мероприятий. Большой рахмат и большой поклон лично вам, Музафар Раджабов. Благодарим вас за вашу работу, благодарим вас за ваш вклад. Низкий вам поклон. Ташкент! Assalomu alaykum hammalaringizga. Nima deyishni bilmayapman. Endi bu sport. Ya'ni hammamiz kutdik Amirxon yutishini. Endi bu sport. Taqdir qilgan ekan bu bolaga. Mayli tabriklaymiz bu bolani. Xudo xohlasa bu safar Amirxon yana kuchli bo'lib, yana qaytadi. Xudo xohlasa. Men nima deyman sizlarga? Bu har doim aytib o'taman. Biza payti bu sport yo'q edi. Biza payti. Hozir yangi O'zbekistonda yangi tarixlar bo'libdi. Hamma xursand bo'ldi. Shu oxirgi bo'ygacha hamma xursand bo'lib ko'rdi. Bundan men xursand bo'ldim. Mayli oxirgi bo'y shunday bo'ldi. Bu taqdir qilgan ekan. Shunga sababchi bo'lgan Oktagon Liga prezidenti Temurga men rahmatimni aytaman. Shuncha hammani xursand qildi Temur. İşini davomı bo'lsin. Har doim biza birgalikda. Temur. Rahmat sizlarga. Ташкент, большое спасибо за этот вечер. Вы невероятная публика. Следующая остановка. Октагон 80 в городе Астана.